Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. Zafar Bemronbek kanali siz qadrli obunachilar e'tiboriga O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan ajoyib xabarlarni taqdim etadi. Mavzularimiz juda ham ko'p. Bu mavzularni bitta rolikka, bitta videoga joylash juda ham qiyin bo'ladi. Imkon darajasida barchasini qisqa qilib gapirib joylashga harakat qilamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Agar bizni kanalimizda reklama bermoqchi bo'lsangiz, albatta mana bu yerdagi telefon raqamlariga bog'lanib biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'tamiz. Adin stavka, Mosbet yoki Fonbet degan stavka o'yinlariga hech qanday reklama olmaymiz, lekin qolgan hamma narsani reklama qilib, sizni rivojlanishingizga, o'zimizni rivojlanishimizga yordam beramiz. Xo'sh, O'zbekiston futbolida qanday o'zgarishlar, nimalar bo'lmoqda? O'zbekiston milliy terma jamoasi sarkardasi desak adashmagan bo'lamiz. Timur Kapadze va nihoyat shuncha gap so'zlardan so'ng, shuncha unga psixik zarbalardan so'ng baribir milliy terma jamoani tark etdi. To'g'ri aytishingiz mumkin, Kapadze haqli emas. Bu narsa juda ko'p takrorlandi, lekin Fabio Cannavaro kelsa mayli yordamchi murabbiy bo'lib O'zbekiston milliy terma jamoa murabbiylar shtabida ishlayman degan Kapadze va nihoyat oxir-oqibat o'zini aravasini o'zi tortadigan bo'lib, o'zi boshqatdan jamoa bilan ishlashga ahd qildi. Ochig'i men juda ham xursandman, chunki o'sha bundan foydalanib bo'lgandan keyin sen bo'shsan degandan ko'ra o'zini xohishi bilan terma jamoadan ketgani yaxshi. Mayli, Kapadzeni yomon ko'radiganlar, Kapadzeni tajribasiga shubha qilganlar hozircha Cannavaroga ishoning, biz ham ishonmoqdamiz. Cannavaro balki O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatida yarim finalgacha olib chiqadi. Barchasiga vaqt oliy hakam, lekin bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, bu yilgi umuman bundan keyingi jahon chempionatlar, mundiallar 32 ta jamoa bilan emas, 48 ta dunyoning eng kuchli milliy terma jamoalari ushbu musobaqada ishtirok etadi. Ya'ni Kanada, AQSh, Meksika mamlakati mezbonlik qiladigan jahon chempionatida. Xo'sh, Kapadze ketdi, Cannavaro keyingi Birlashgan Arab Amirligida start oladigan Al Ayn kubogida qatnashish uchun yig'inga futbolchilarni jalb etdi. Raqiblar Eron, Misr, Cabo Verde terma jamoalari bilan O'zbekiston o'yin o'tkazadi. Maqsad shu kubokda, shu musobaqada yaxshiroq ishtirok etib, jahon chempionatiga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rish. Qaysidir jihatdan Cannavaro uchun yaxshi omadli boshlandi. To'g'ri, Quvayt bilan va Urugvay bilan uchratilgan mag'lubiyatlar, Quvaytni mag'lubiyatga uchratishimiz va mana endi kubok Birlashgan Arab Amirligidagi Al Ayn kubogida ishtirok etishlar bu Cannavaro uchun albatta foyda bo'ladi. Nima uchun deshingiz mumkin? Chunki jahon chempionatigacha oz fursat qolmoqda. Bir yildan kamroq vaqt, ko'proq o'yinlar o'tkazish kerak, jamoani yig'ish kerak, futbolchilarni ko'rish kerak, qaysi futbolchi o'zini formasida, qaysi futbolchi o'z formasida emas. Albatta ularni bilan tanishib, futbolchilarga imkoniyat, amaliyot berish kerak. Mayli, biz voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Umid qilamiz u va Cannavaro oldiga maqsad qo'ygan, ya'niki biz shuncha unga hazilakam oylik maosh to'lanmaydi, pul qirg'iz tilida axcha, qozoq tilida tengi, Tojikiston tilida somoni yoki Rossiyada kattagon rubl, Amerika AQSh dollari to'lanadi. Shunday ekan, unga qo'yilgan vazifa albatta yuksak, kuchliroq vazifa qo'yilgan. Nafaqat terma jamoa, Cannavaro ham qanaqadir yangicha taktikalarni futbolga, o'zbek futboliga, O'zbekiston milliy terma jamoaga kiritish kerak. Cannavaroga O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Aytadi-ku, aytsam tilim, aytmasam dilim deganga o'xshab, afsuski, keling muxlislik qilmaymiz terma jamoaga deymiz, lekin u vatan terma jamoasi, u O'zbekiston. Biz muxlislik qilamizmi, yo'qmizmi, baribir vatan jamoasiga achinasiz, kuyinasiz. Jamoa g'alaba qozonsa xursand bo'lamiz, mag'lub bo'lsa xafa bo'lamiz. Xuddi shunga o'xshagan bir tomondan Kapadzeni ketishi menga o'xshagan muxlislar uchun xafagarchilik bo'lgandir, ba'zi birlar uchun Cannavaroni kelishi xursandchilik bilan qarshi olindi. Mayli, barchasiga vaqt oliy hakam. Agar Cannavaroni omadi kelib jahon chempionatida yaxshi ishtirok etsa, Cannavaroga qarsaklar, olqishlar chalinadi. Aks holda Kapadzeni qadriga yetmadi deb gaplar ko'payadi. Barchasiga vaqt oliy hakam. Voqealar rivojini nasib etsak birgalikda kuzatamiz. Albatta biz bilan qoling. Eslatib o'tamiz, Kanada, AQSh, Meksika mamlakatida jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi
AQShning Washington poytaxti shahrida bo'lib o'tadi. Albatta o'shanda O'zbekiston milliy terma jamoasi ham raqiblarini bilib oladi va ana o'shandan keyin biz musobaqaga qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, raqiblarimizni bilib olamiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, qadrli do'stlar, O'zbekiston Super Ligasi ham ajoyib davom etmoqda. Birinchi o'rinda Farg'ona Neftchi, Qashqadaryo, Nasaf jamoalari hozir juda ham kuchli to'qnashuvlar ketmoqda. Oradagi farq 2 ta yoki 3 ta ochkolar bo'lmoqda. Xo'sh, katta ehtimol bilan ortidan ularni yana kelayotgan jamoa Paxtakor va albatta Samarqandning Dinamo jamoalari kelmoqda. Mayli, barchasiga vaqt oliy hakam voqealar rivojini kuzatamiz. Xalqaro maydonda gapiradigan bo'lsak, Nasaf 4 o'yinda birorta ochko ola olmadi. Andijon esa 4 o'yinda 4 ochko oldi. Qarang, golsiz Andijon musobaqani davom ettirmoqda va birorta gol ura olmadi, birorta gol o'tkazmadi, 4 ochko. Lekin Nasaf ko'p gol urdi, ko'proq gollar o'tkazib yubordi, lekin Nasafda ochko yo'q. Bu futbol har doim ham biz kutgandek bo'lavermaydi. Bu Elit Chempionlar Ligasi degani Osiyoning eng kuchli jamoalari. Oldin Chempionlar Ligasi bo'lsa, kamida bitta kuchli jamoa bo'lsa, 2 ta yoki 3 ta kuchliroq yoki umuman kuchli jamoa bo'lardi. Bu safar unday emas. Kuchlilarning kuchlisi yig'iladigan musobaqada Nasaf umuman imkoniyatni qiyinlashtirib qo'ydi va Nasafda kamida 10 nafar futbolchi jamoani tark etishini Nasaf matbuot xizmati ham xabar qildi. Yana bir ma'lumotlar ko'paymoqda. Jamoani yangilash kerak, bosh murabbiy Ro'ziqulov Berdiyevga iste'fo berish kerak degan xabarlar ham chiqmoqda. Balki shunday bo'lgandir, shu davrga yetib kelgandir. Balki futbolchilardadir, lekin bilmadim. Menga qolsa, umuman oladigan bo'lsak, Nasaf O'zbekiston Super Ligasida kuchli, lekin xalqaro maydonda. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. Nasaf oldinlari bizga shu Ro'ziqulov Berdiyev bilan shu Nasaf kuchliroq o'yinlar ko'rsatgan. Bu yil omadi kelmayapti. Balki nima desa bo'ladi, biz birpasda jamoani yoki Ro'ziqulov Berdiyevni yomonlash yoki Ro'ziqulov Berdiyev yaxshi murabbiy deyishdan xoliroqmiz, qadrli do'stlar. Shuning uchun xulosa chiqarishga shoshilmang. Balki kelasi yil bo'ladigan Elit Chempionlar Ligasi, umuman xalqaro maydonda Nasaf bundan ham yaxshiroq yoki zo'r natija ko'rsatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun nafaqat jamoa haqida, biror bir inson haqida oldindan xulosa chiqarish meni fikrimcha mutlaqo noto'g'ri. Va qadrli do'stlar, yana muhim masalaga to'xtalamiz. Ertaga 18:30 dan boshlab Qatar yashil maydonlarida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Jahon chempionati play-offga chiqish o'yinida Panamaga qarshi o'yin o'tkazadi. 2 ta o'yin o'tkazgan vakillarimiz Paragvayni 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchratib, ikkinchi turda Irlandiyaga 2-1 hisobda imkoniyatni boy berdi. Irlandiya jamoasi 2 ta bir xil vaziyatdan bir xil gol urdi, ya'ni uzatmadan keyin ikkala gol ham bosh bilan yo'llandi va yakunda O'zbekistonni ular mag'lubiyatga uchratgandan keyin ular go'yoki finalga chiqqandek xursand bo'lishdi. Albatta O'zbekiston o'smirlari ham xohlashganida Irlandiya bilan masalani hal qilib play-offga chiqishni, lekin afsuski omad kulib boqmadi. Lekin malades balli yigitlar shu joygacha yaxshi o'ynadilar. Hatto Irlandiya bilan ham men kutmagandim, jamoamiz juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Endi bor yo'g'i Panamani mag'lubiyatga uchratsak bo'ldi, biz play-offga chiqamiz va play-offda keyingi raqiblarimizni bilib olamiz. Demak, qadrli do'stlar, O'zbekiston U17 Panama U17 jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 11-noyabr sanasida 18:30 dan boshlab futbol telekanalida namoyish etiladi. Umid qilamiz, albatta O'zbekiston o'smirlari g'alaba qozonadi. Aytishingiz mumkin, bizni durang ham keyingi bosqichga olib chiqadimi? Albatta durang ham olib chiqadi. Uning uchun Paragvay jamoasi Irlandiyaga mag'lub bo'lishi kerak. Shundagina biz 2-o'rin bilan chiqishimiz mumkin. 3-o'rin bilan ham chiqish imkoniyati bor. Lekin qolgan guruhlarga qarashimizga to'g'ri keladi. Keling, yaxshisi bunaqa narsalarni xayoldan chiqazamiz. Irlandiya bilan men durangni kutgandim. Afsuski durangga bizga vaqt yetmadimi yoki qanaqadir omad yetmadimi? 2-1 mag'lub bo'ldik. Endi bor diqqat e'tiborni mana shu Panamani mag'lub etaylik, play-offga chiqaylik va biroz nafas rostlab olgandan keyin keyingi jiddiy raqiblarga qarshi tayyorgarlikni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Bizdagi xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Albatta biroz gripp bo'lib qolgani uchun ovozim g'alatiroq sizlarga eshitilayotgan bo'lishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha salomat bo'ling.